Shahlo Salayevaning xina oqshomi xonandaning raqsi e'tibor markazida bo'ldi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Keyingi video Shahlo Salayevaning to'yi haqidagi ma'lumotlar va lavhalar bilan boy bo'ladi. Shahlo Salayevaning xina oqshomi xonandaning raqsi e'tibor markazida. Xorazmlik xonanda Shahlo Salayeva ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida 18-iyul kuni Istanbulda bo'lib o'tadigan an'anaviy turkcha xina oqshomidan yorqin videolarni ulashdi. Lavhalarda xonandaning qizil libosdagi nafis qiyofasi, turk xalqiga xos urf-odatlari asosida o'tgan marosim hamda samimiy bayram muhiti aks etgan. Videolarda Shahlo Salayeva bo'lajak turmush o'rtog'i Veysel Dulger, uning oila a'zolari va yaqinlari bilan quvonchli lahzalarni baham ko'rayotgani ko'rinadi. Xina oqshomida ijro etilgan milliy marosimlar, kuy-qo'shiqlar yig'ilganlariga unutilmas taassurot qoldirgan. Ayniqsa, xonandaning Veysel Dulger uchun maxsus ijro etgan sho'x va romantik raqsi ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan raqslardan biriga aylandi. Muxlislar ushbu videoni iliq kutib olib, juftlikka baxt tilab, ko'plab samimiy izohlar qoldirishmoqda. Eslatib o'tamiz, Shahlo Salayeva avval bergan intervyulardan birida to'y tantanalari Istanbulda o'tkazilishini ma'lum qilgan edi. Shuningdek, u kuzatuvchilarga Veysel Dulger uchun tayyorlangan maxsus taklifnomani ham namoyish etgan. Unda asosiy to'y marosimi 30-iyul kuni Bog'i Eram Palace to'yxonasida bo'lib o'tishi qayd etilgan edi. O'zbekistonlik xonanda Shahlo Salayeva va turkiyalik xonanda Veysel Dulger bilan bog'liq bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda ancha shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar.uz kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Xonandasiga turmushga chiqayotgan xorazmlik xonanda Shahlo Salayeva bundan oldinroq Feruza Normatova bilan anchagina tortishuvlarga sabab bo'lgandi. Chunki Feruza Normatovaning hozirgi turmush o'rtog'i Shahlo Salayevaning hozirgi Murod ismli farzandining otasi edi. Mana bu mavzu bo'yicha asosiy tafsilotlar. To'y va marosimlar, juftlikning nikoh tantanalari o'ziga xos tarzda bo'lib o'tdi. Shahlo Salayeva o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida turk urf-odatlariga ko'ra o'tkazilgan xina kechasi, xina yoqish marosimi va nikoh jarayonlaridan lavhalarni bo'lishdi. Veysel Dulger haqida. Veysel Dulger turkiyalik tadbirkor va san'at olamiga yaqin inson sifatida tanilgan. Ular birgalikda turli tadbirlarda ko'rinish berishmoqda. Yashash joyi. Xonanda turmushidan keyin hayotni asosan Turkiyada davom ettirishni rejalashtirgan, biroq u o'z ijodini to'xtatgani yo'q. Bu nikoh ko'plab muxlislar uchun kutilmagan, ammo quvonchli yangilik bo'ldi. Juftlik ko'pincha Istanbul va Toshkent o'rtasida sayohatlarni hamda birgalikda baxtli onlarni nishonlab turishibdi. Rasmiy nikoh. Juftlik 2026-yil 4-aprel kuni rasman nikohdan o'tishgan va oila qurishganini e'lon qilishdi. Shahlo Salayeva bu kunni o'z hayotidagi mo'jiza deb atagan. Asosiy to'y tantanasi dastlab to'y may oyiga rejalashtirilgan edi, biroq keyinchalik xonanda to'y yoz oylariga ko'chirilganini ma'lum qildi. Ramziy ma'no. To'yning asosiy qismi 21-iyul kuni Veysel Dulgerning tug'ilgan kunida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Shuningdek, 18-iyul kuni Istanbulda ham maxsus tantana o'tkazilishi rejalashtirilgan. Romantik taklif. Munosabatlarning rasmiylashishi juda kreativ tarzda kechgan. Veysel Dulgerning Shahloning konsertlaridan birida sahna ko'rinishi vaqtida kutilmaganda unga turmush qurish taklifini bergan. Shahlo esa taklifga turk tilida rozilik bildirgan. Bu esa muxlislar tomonidan juda iliq kutib olingan. Oilaviy munosabatlar. Ona roziligi. Shahlo Salayevaning onasi Veyselni juda yaxshi ko'rishi va doimo uning tarafini olishni aytib o'tgan. Xonanda hazillashib, onam ba'zan mendan ko'ra ko'proq u kishini yaxshi ko'radilar va uni asabiylashtirma deb meni koyib turadilar, deya ta'kidlagan. Farzand. Shahloning birinchi turmushidan bo'lgan o'g'li Murod ham yangi oilaning bir qismi sifatida tilga olinadi. Veyselning ayollarni va oilani qadrlashi Shahlo uchun eng muhim fazilatlardan biri bo'lgan. Ijodiy hamkorlikka keladigan bo'lsak, juftlik nafaqat hayotda, balki san'atda ham birga. Ular birgalikda turli cover va shoularda, restoranlarda, masalan, Sofra restoranida jonli duetlar ijro etib kelishmoqda. Ularning birgalikdagi chiqishlari va ijtimoiy tarmoqlarda minglab ko'rishlar yig'moqda. Shahlo Salayevaning to'yi haqidagi keyingi videolar, ma'lumotlar, shou biznes yangiliklari, kunlik dollar kursi, ob-havo ma'lumotlari sizga qiziq bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling, hurmatli tomoshabin, va bir dona like tugmasini bosishni ham unutmang.